أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد biz o'tganki darsimizda Musannif rahimahullahning bu kitobni cho'ng jihatdan ikki qismga bo'lganligini, birinchi qismni shar'iy dalillar haqida, ikkinchi qismni shar'iy hukmlar haqida bo'lganligini, birinchi qism 4 rukunga bo'linadiganligini, birinchi rukun kitob, ikkinchi rukun sunnat, uchinchi rukun ijmo, to'rtinchi rukun qiyos haqida so'zlaydiganligini va endi bu 4 rukunning birinchi rukuni bo'lgan kitobniki ta'rifotini ikki bobda so'zlaydiganligini. Birinchi bob bu kitobdan, ya'ni Qur'oni Karimdan chiqadigan ma'noni ifodalash, Qur'oni Karimning ma'nilarini ifodalash haqida to'xtalib o'tadiganligi. Ikkinchi bob Qur'oni Karimdagi shar'iy hukmni ifodalash haqidagi bayonlarni bayon qilib o'tadiganligi haqida so'zlagan edi. Endi biz bundan ilgari darsda birinchi bobni ya'ni Qur'oni Karimning ma'ni ifodalashidagi bobni 4 taqsimga bo'lgan. 4 qismga bo'lgan. Birinchi taqsimni vad'ul lafzi lil ma'na. Anladın? So'zlikning shu ma'ni uchun qo'yilishi, tayinlanishi deb. Ikkinchi taqsim shu so'zlikni shu ma'nida ishlatish. Uchinchi taqsim u so'zlikdan shu ma'noning oshkor bo'lishi yoki maxfiy bo'lishi va buniki martabalari, darajalari. To'rtinchi taqsim shu so'zlikning shu ma'noga qanday dalolat qilishi degan shu to'rtni biz 20 bo'limga bo'lib chiqqan edik. Endi Musannif rahimahulloh bugungi darsimizda shu so'zliklarni, shu taqsim 4 taqsimni birdan ayirib o'tadi endi. Navbat birinchi taqsimga keldi. Musannif rahimahulloh birinchi taqsimni bizga tushuntirib o'tadi. Ya'ni vad'ul lafzi lil ma'na dedik-ku o'tgan darsda. Birinchi taqsim ya'ni so'zlikning ma'niga, bizga bildirmoqchi bo'lgan ma'niga qo'yilishi, shuning tayinlanishi, shuning bekitilishi degan birinchi taqsim keldi. Musannif rahimahulloh deydi: At-taqsimul awwal, birinchi taqsim. Al-lafzu in wudi'a li kathirin wad'an mutaaddidan fa mushtarak. Endi biz yuqorida so'zlab o'tganimda deydi, ya'ni al-lafzu, agar ya'ni so'zlik, lafz degan so'zlikka og'zimizdan chiqqan so'zlik endi. So'zlik agar in wudi'a li kathirin degan bir muncha narsaga, li kathirin degan ya'ni bir muncha narsaga, bir oz narsaga emas, bir muncha narsa uchun nima qilingan bo'lsa, qo'yilgan, tayinlangan bo'lsa, wad'an mutaaddid deb o'qishgan bo'ladi, mutaaddid deb o'qishgan bo'ladi. Ya'ni mutaaddid degan gap ko'p degan gap. Ko'p qo'yilashda qo'yilgan bo'lsa, fa mushtarakun, bu mushtarakdir deydi. Endi bu so'zning ma'nosi nima degan gap? Ko'p qo'yilashda qo'yilgan bo'lsa degan gap. Masalan, mening qishimda bir so'z bor, bir so'zlik. Masalan, ayn deb bir so'zlik bor arab tilida. Ayn degan bir so'zlik. Endi o'sha ayn degan so'zlikni men 2-3 xil ma'noga qo'ymoqchi. Bir ma'no ko'radigan ko'z. Yeni bir ma'no buloq. Yeni bir ma'no jasus. Anladın? Yeni bir ma'no jasus. Men 3 tane ma'no var mıydı? Söz bir. Ayn degan so'zlik bir. Bunun ma'nosi 3 tane ma'nosi var. Yani nima? Ko'radigan ko'z, oqadigan buloq, yeni biri dushmanga qo'yilgan jasus. Endi men söz bir lekin buniki her bir ma'noni o'qish uchun ko'radigan ko'z deganga so'z, ya'ni ayn degan so'zlikni likkada nimaga tartib egasam, ko'radigan ko'z degan narsaga egasam, ko'z deganni bildirdi. Agar nimaga egasam, jasusga egasam, jasus degan ma'noni bildirdi. Agar nimaga egasam, buloqqa egasam, buloq degan ma'noni bildirdi. Ya'ni demak, bunda bir narsani, buning ma'nosini bildirish uchun bununla bir narsaga qo'yiladigan, bir narsaga tartib etiladigan
narsa bo'lsa degan gap. Bu nima deb ataladi? Mushtarak deb ataladi. Bizning Uyg'ur tilida ko'p ma'nilik so'zlar. Yani mushtarak degani ko'p ma'nilik so'z. Gap bir-birincha ma'nosi bor degan gap. O'tgangi darsda biz tushunib o'tgan. Xo'sh. Endi Musannif rahimahulloh deydi, "Awwad'an wahidan." Awwad'an wahidan. Yani bu degani, yani al-lafz yani so'zlik. In wudi'a li kathirin wad'an wahidan degan bo'ldi. Yani so'zlik bir muncha narsaga qo'yilib qo'yilganda, ya'ni so'z tuzuvchilar buni bir so'zni bir muncha ma'ni uchun qo'yibdi. Lekin unda har bir bir muncha ma'ni bildirishni har birini birdan qo'yib chiqmay, bir qatim qo'yibdi. Bir so'zni bir qilib qo'yibdi. Ashu bir qatim qo'ylashda bir muncha ma'ni bildirgan bo'libdi. Anladın? Vel kathiru gayru mahsur. Bir muncha degan gap nimaki? Bir muncha ko'p degan ma ko'p, gayru mahsur degan cheksiz gap, chek yo'q. Chek yo'q ko'pni bo'lsa fa'amun. Bunda bo'lganda bu am butu, am. Anladın? Yuqori mushtarakni o'tab bo'ldik ha. Ma am butu. Am bilan mushtarakning farqi mushudan bilib olinglar. Mushtarak degan so'zlab o'tab bo'ldik. Mushtarak degan hamma narsani ichiga olmaydigan. Faqat endi jiq ma'nosi bor ekan, lekin jiq ma'nosi olgan bilan haqiqatan bilganda faqat bir ma'noni biz bir ma'noni ishlatmasak bo'lmaydigan. Bir ma'noni ishlatamiz, lekin jiq ma'nosi bor ekan. Lekin u ma'nodagi birdan ishlatamiz ekan. Birdan. Bir qatim jasus ishlasak, bir qatim buloq ishlasak, bir qatim nima ishlatamiz ekan. Ya'ni bir qatimda qurtgan ko'ziga ishlatamiz ekan. Lekin am deganning farqi nima? Am degan qo'yilgan chaqda bir so'zdan hamma narsani, shu qo'yilgan hamma narsani ishlatamiz ekan. Masalan, al-muslimun. Muslimun desak, musulmonlar degan gap. Muslimun desak, butun dunyodagi butun musulmonlarni o'z ichiga olar ekan. G'ayr mahsur dunyodagi butun musulmonlarga masalan son bo'lmasa, hammani o'z ichiga oladi. Chek yo'q. Mancha musulmon degan gap yo'q. Hammani o'z ichiga olar ekan. Xo'sh. Am degan tushunib bo'ldik. Endi ya'ni amning yeni bir sharti var. Am bo'lishning yeni bir sharti. Yani in istaghraqa jami'a ma yasluhu lahu. Yani o g'ayr mahsur deganning yeni bir nimasini tushunib qo'ymoqchi. Yani shu so'zlik uchun so'zlikka yaraya oladigan narsaning hammasini o'z ichiga ola olish sharti bilan ola olsa bo'ladi. Yani al-muslimun desak hamma musulmon o'z ichiga ola oladi. Musulmon desak ayol hamma musulmon o'z ichiga ola oladi. Shuning bilan bu nima deb ataladi? Mana bu am deb ataladi. Andan. Va illa deytamdi. Yani va illa degani, yani va illam yastaghriq jami'a ma yasluhu lahu degan bo'ldi. Agar o so'zlikka yaraya oladigan narsaning hammasini o'z ichiga ololmasa, nima bo'ladi? Jam'un munakkar. Bu chaqda am bo'lmay jam'i munakkar bo'ldi. Jam'i munakkar degan gap, yani nakira keltirilgan jam'i degan gap. Yani bu nahv qoidalarida biz buni deb o'qigan jam'i mukassar munsarif. Til lug'at qoidalarida jam'i qillat deb qo'ydi. Yani masalan rijal degandek masalan rijal degan gap masalan bir odam ra'aytu rijalan desa bu jam'i munakkar bilan amning farqini bizga deb bermoqchi bu yerda. Ra'aytu rijalan, men ra'aytu muslimina desam musulmonlarni ko'rdim. Anladın? Ya musulmonlar ve musulmonlar bundan ışık aldığı bastı azıcık cemiyetimizde dese bütün dünyadaki musulmanlık gösterileydi. Lakin ben bir adam ricalen bir rical keptiken ya ki ra'aytu ricalen dese bir adam bir şart adamı kaç şart olsa yani şu sözlüklerin hem sözlükteki yarı alaydigan şu sözlükte yarı alaydigan narsanın hammasi o'z ichiga olinmaydi. Mesela bir adam ben ra'aytu rajulan desa men odamlarni ko'rdim desa bu dünyadaki bütün adamını ko'rgan bo'lmaydi u. Chunki bütün dünyadaki bütün adamlarni ko'rib bo'lmaydi odatda. Anladın? Ko'rib bo'lmaganlik uchun buni nima deb ataymiz shu vaqtda? Mana bir shart topilmaganligi bu jami munakkar. Am bilan jami munakkarning farqi shu. Lekin musulmonlar esa bütün dünyadagi musulmonlarni ko'rsatadi. Bütün dünyadagi musulmon deb ism qo'shib bo'ladigan, musulmon degan bir ayoladigan shaxsning birini o'z ichiga oladiganlik uchun am bo'ldi. Jami munakkar bilan amning orasida kichikgina farq. Xo'sh, endi va nahvihi deb qo'ydi. Fa jam'un munakkarun va nahvuhu. Endi jami munakkarga o'xshaydigan so'zlar masalan deb qo'ydi.
Bunda deb qo'yishga sabab nahv qoidasiga ba'zan nahv falsafachilari ikkiga bo'lingan. Biri jami murakkarni rijal degan gapni, masalan, rijal degan gapni bütün am bo'lalaydi. Bütün dunyodagi erkaklarni o'chiga oladi, bütün dunyodagi odamni o'chiga olalaydi deydi. Yana bir nahv falsafachilar bo'lsa yo'q. Bu rijal degan gap jami mukassar munsarif. Bu bütün narsani jami qillat bu. Jami qillat bu bütün dunyodagi erkaklarni o'chiga ololmaydi deydi. Endi Musa Ibrahimovlarning ikki gapni gap qo'yishi nahv deb qo'yishi. Endi jami mukassar munsarifni, bu jami munakkarni bütün dünyadaki adamını ölçüge alamaydı degan ko'z qarashini nisbatan ra'aytu rajulan degan gap ambulanmaydi, çünkü bu hamni alamaydi degan gap yetdi yetarlik. Agarda yana bir tarafga ko'z qarashlar bu ambu alalatiga nisbatan ra'aytul yawma rijalan degan gap masalan. Masalan shuni yoki ra'aytu jama'atan minar rijal degandek masalan. Men bugun odamlarni ko'rdim desa bütün adamni bir kun ichida bütün adamni ko'rib bo'lamaydi degan gap. Ha bu iroda qilinmayotgan degan. Biqindagi qo'shnisi, qaynisidilar, ha bu menga ambulanmayotgan degan gap chiqadi. Yoki men bugun odamlarning bir bo'lak, bir jamoatni ko'rdim desa, yana hammani o'chiga olganligi chiqadi. Masalan. Shunda demakchi hamda masalan nahviy deb qo'ygan sabab bu shu. Uni ketidan Abaytin bizga nimani amni ta'rif qilgan chaqda g'ayri mahsur bo'lsa degan, cheksiz bo'lsa degan. Agar bu so'zlik cheksiz bo'lmay muslimon degandek musulmonlarning cheki yo'q. Ancha yomon deb chek olmay cheklik qilib qolsa masalan sanoq sonlarga o'xshash masalan sanoq sonlar masalan 10, 20, 30, 100 degandek sanoq son bo'lib qolsa. Va tasniya degan gap masalan ikkilik ism masalan muslimon olmay muslimani, yani ikki musulmon degandek masalan sanoq son bo'lib qolsa bu anda bir quyulashda bir necha narsa qo'yilgan, bir quyulashdan bir necha narsani bildirgan bo'lsa-mu, buni bilanmaydi, am bilanmay qoldi. Masalan 100 desak, 100 degan gap 100 degan gap bir necha narsani bildirdi. Bir necha shaxsni o'chiga oldi narsani, sanoqni. Lekin bu cheklik bo'lib qolganlik uchun, cheksiz bo'lmay cheklik bo'lib qolganlik uchun ham cheklik bo'lib qolganlik uchun ham nima bo'lmaydi, am bilanmay qoldi. Ambulanmay qoldi. Undan keyin vudi ali wahidin deydi. Ya bu bir necha mesela adat qo'yilmay yoki ikkilik ismlar qo'yilmay bir ism g'anam qo'yilibdi buni. Bir şey g'anam qo'yilgan bo'lsa masalan nima deylik Zayd degan ism, Umar degan ism bir shaxsga g'anam qo'yilgan masalan. Bir shaxsga g'anam qo'yilgan. Yoki masalan Jabal, tog', faras, ot degan ism hammasi bir shaxsga qo'yilgan, bir shaxsga. O'zi ismi bilan bo'lmasa, bu nima? Ismi jins o'tib, jins ismi o'tib. Bu bir shaxsga ham qo'yilgan. Bunda bo'lib qolsa, buni bu joyda xasun, bu xos bo'ldi. Men demizga am bilan xosni farqini aytadi. Am bilan xos udul tushitgan, yani biz qarama-qarshi ketgan. Am bilan mushtarak ikkisi yaqin ketgan. Bir necha narsani o'chiga oladigan. Am butunlay bir yo'l oladigan hamma narsa o'chiga mushtarak birdan ya uni bir qitim ya buni oladigan chiqib bir necha ma'noni o'chiga oladigan ikkisining bir o'rtoqlikdir bu ekan mushtarak bilan amning. Lekin xos uzib qarshi, ya'ni xos faqat bir narsadan o'chiga oladi. Bir ma'noni g'ana bildirdi xos. Masalan 100 desam 100 degan sonni bildirdi. 100 beni ko'rsatmaydi ya 99 ni ko'rsatmaydi. 100 ni ko'rsatdi. Musulmon desam ikki musulmon desam ikki musulmon g'ana ko'rsatdi. 3 ni ko'rsatmaydi masalan. Anladın? Bu xosdir. Summal mushtarak. Andan keyin hamda bizga 4-chi biz shu oldingi darsimizda shu birinchi taqsimni bo'lganda biz 4 ga bo'lgan, 4 ga bo'lgan. Nima deb? Am, xos, am, mushtarak. Nima deb? Muavval deb 4 ga bo'lgandir. Hamda muavvalni deydi. Andan keyin mushtarak yana. Bizning mushtarak deganimiz intarajjaha degan. Agar u mushtarakniki, ya'ni ko'p ma'noli so'zning ba'zi ma'nolari mujtahidning ko'z qarashida bunda odatga normal odam emas. Mujtahid yana maxsus shu mutaxassislarniki ko'z qarashida ko'p ma'noli so'zlarning bir ma'nosi kuchlanib qolsa, ma'noni ishlasak o'tgan. Masalan, ayn degan so'zga yo buloq degan ma'noni yo ko'z ko'radigan ko'z degan ma'noni yoki jos degan ma'noni ishlasak, shu ma'nolarni birini ishlasak o'tgan. Atrofdagi jumlaning bosh oyoq qolganda mushu gap menga loyiq ekan degan gap shu kuchlanib
Miyagi sözlükçü Abdul biyaga maşo aynı degan gapdan maşo ko'rgan ko'z degan gap demak chiqqan degan gap kuchlanib shu mushuni qo'shaq bitgan degan yoki kelgan vaqtida deydi. Buni deb ataladi muavval deb ataladi. Nima deb atalmay? Yani muavval deb ataladi shu vaqtida. Mushtarak nimaga o'zgardi shu vaqtida? Mushtarakning bir necha ma'nosidan bir ma'noni ishlatgan vaqtimizda muavval deb ataladi. Endi Musannif rahimahulloh bu yerda muavvalni deb atab qo'ydi. Muavvalni avvalgiday fakhasun bunda bo'lsa khasutu bunda bo'lsa ambutu bunda bo'lsa mushtarakutu deb ayirib kelib muavval kelganda mushtarakning ma'nolari mujtahidniki ya'ni mutaxassislarniki ko'z qarashi bilan bo'lsa deb bunda bir qiz ayirib qolib qo'yishning sababi nima desanglar? Yuqorgi uchchi am, mushtarak, xos deganlar hammasi til nuqtasidagi masala. Tilda uzida bor gap. Tilning uzida bor bu narsa. Shu arablar qachon til tuzgan bo'lsa, qanday qo'ygan bo'lsa, shu til tuzilgan vaqtda tatib bor gap avvalo. Lekin muavval degan keyin paydo bo'ldi. Muavval ondan bu shu maxsus mutaxassislar, ulamolar andan izlangandan keyin ha ma'ni miya qo'shaq bitgan degandan paydo bo'ldi. Farqi shu ha. Mana tilda muavval degan gap tilda qo'ylab ketgan gap emas. Masalan Hanafi mazhabida salasata quru deb bir masala keyin chiqadi bu. Masalan ayol kishi iddatdan chiqish masalasida hayizni xato qilamtimiz yoki poklikni xato qilamtimiz deganda salasata quru deganda Hanafi mazhabidagilar salasata quru 3 hayiz deb hayizni xato qilamiz deb xato qilgan. Shafiy mazhabidagilar 3 poklik deb xato qilamiz degan. Buniki tafsilotini keyin deymiz. Endi demak mana shu qara degan quru degan ko'plik shakl, qara degan birlik shakli. Qara degan gap nima? Mushtarak so'z. Ko'p ma'nolik so'z. Buniki poklik degan ma'nosi bor, hayiz degan ma'nosi bor. Endi shu so'zni mujtahidlik izlanish orqali dalillar bilan o'zi ma'shuya qo'ysak o'tganda hayiz degan Hanafi mazhabidagilar hayiz degan qo'ygan. Mushtarak degan nima? Qara degan lab so'zlikni hayiz degan ma'noga kelib ishlatgan. Shafiylar qara degan so'zlikni nima degan ma'noga? Poklik degan ma'noga kelib ishlatgan. Mana shunday qilinganda buni deb ataymiz, buni muavval deb ataymiz. Lekin bu tilning o'zi qara degan gapning o'zidan yoki hayiz yoki poklik degan bir gapga erib ketganligi chiqmaydi. Faqatlam boshqa dalillar bilan qarinalar uniki oyatniki bosh oyog'i bilan boshqa dalillar bilan uni kenidan kuchlantirilgan gap bo'lmasa, ikki taraf o'xshash gap. Mushtarak degan gapning qancha ma'nosi bo'lsa, hammasi kuchat o'xshash. Dastlabda endi bir narsa qo'yilgan u ism. Endi Musannif rahimahulloh deydi, bizga tafsili shu birinchi taqsimniki am xos mushtarak muavvalni bizga tushuntirib qo'ygan bo'ldi. Tushuntirib bo'lib, endi bizga nima jam'i munakkar deb gap qo'ygan, nahv qoidasidan bir qiz bizga so'zlab berdim. Nahv falsafasidan bir grammatik qoidasini bir qiz tushuntirib bitib ketdi shu gaplarni grammatik qoidasi orqali biz tushuntirib bitib ketmoqchimiz bu yerda. Bu Musannif rahimahulloh ba'zi ta'rifotlarni ilmi mantiq bo'yicha tushuntirib ketdi, ba'zida ilmi balog'at ilmiga deb cho'kib ketdi, ba'zida nahv ilmiga cho'kib ketdi hamda katta olim bo'lg'achqa. Yani bizga nahv ilmidan bir so'zlab o'tdi. Va aydan al-ismu zohiru va ham deydi. Yana bir ta'rif bor. Ma ta'rifni siz bilib oling demakchi. Ismu zohiru degan oshkor ism. Ismi zohir degan nimaning qarshisi masalan damir ism, almashlar masalan ishorat ismlari masalan hada deganda ishorat ismlarining aksi hamda ismi zohir degan. Ismi zohir oshkor ism. Agar ismi zohirning ma'nosi in kana ma'nahu aynu ma wudi'a lahu al-mushtaqu minhu ma'a wazni al-mushtaqi fasifatun. Fasifa. Yani ne demek çoğuna? Yani oshkor ism. Agar oshkor ism degan yani damir ism emas, damir emas, almash emas, ishorat ism emas demakchi. Oshkor ismning ma'nosi yani mushtaq minhu degan gap shu oshkor ism yerilib chiqqan asl degan ya masdar o'ti bu, ya ism masdar o'ti, ya fe'l o'ti hamda. Ism degan ya fe'ldan yerilib chiqadi, yani bilan masdardan yerilib chiqadi hamda. Oshkor ism yerilib chiqqan masdarining o'z ayni bo'lsa, ma'a vaznil mushtaq degan yerilib chiqqan shakli bilan biladi degan gap.
yerilip çıkan şekil boyunca yerilip çıkan şekilden buzulup ketmeyi. Mesela bu sıfatın bu sıfattır deydi. Hem de bizge bunda tushunib bermoqchi o'g'li. Masalan, daraba deb bir fe'l bor, ha? Daraba deb bir fe'l bor. Daraba yadribu degan fe'l. Bundan darban degan masdar chiqadi. Bu darban degan masdardan mushtaqi minhu degan şey darban demakchi. Darban degan masdardan mushtaqi minhu degan shu. Vazn degan gap, ya'ni vazn bilan chiqadigan gap. Daribun degan nima chiqadi? Fa'il chiqadi. Daribun degan fa'il chiqadi. Endi shu fa'ilun degan vazn bilan shu. Daribun degan fa'il chiqadi. Xo'sh, endi bu daribun degan gapninki ko'rsatadigan ma'nosi bilan darbun degan masdar mushtaq minhuning ko'rsatadigan ma'nosi ayni ma'no. Qanday desa, darbun degan urmoq degan gap. Daribun degan urg'uvchi degan gap. Urg'uvchima urush degan bir gapni andan ma'lum bir shaxsga urilganligini bildirsa, darba degan urmoq degan gap shu ma'noni bildirdi. Demak, urush urmoq degan ikki ma'noni ketmadi, o'zgarib ketmadi. Mana bunda bo'lsa, bu nima? Sifat bo'ti bo'ladi. Sifat. Buni sifat deb ataymiz. Shu ismi fa'ilni sifat deb qo'ydik. Daribun, madrubun degan hammasi sifat deb ataladi. Xo'sh. Va illa fa in tashakhasa fa'alamun. Endi agar unda bo'lmasa, ya'ni bu agar ismi zohir masdar bilan ismi zohirniki masdar bilan masdarni yerilib chiqqan shu vazn shaklidagi ism o'xshash bir ma'noni bildirmasa, o'xshash bir ma'noni bildirmay, balki ayrim masalan hatama yahtimu degandan hatim chiqsa, masalan hatama yahtimu hatman degan masdardan hatama degan vojib bo'ldi, hatman degan vojib, kaskin degan gap ma'nosi. Hatim degan odamning ismi. Hatim degan chiqib bu bir odamning ismini olib qolsa, Hatim degan bir odamning ismini bildirsa, hatman degan kaskin degan bilak gapni bildirsa, ma'nosi bilak olib qolsa demakchi. Bunda olib qolsa, fa in tashakhas degan gap, ya'ni bir shaxsga aylansa, Hatim degan gap, ya'ni bir odamni ko'rsatadi, shaxsdan bilan aylandi. Shundaymi? Shaxsning ismiga aylandi. Bunda olib qolsa fa'alamun deydi. Bu ismi alam deb ataladi. Bunda olib qolganda Hatim degan ismini deb ataymiz, ismi alam bu chog'da. Hatim, Xotam desak, Xotim desak, bu ismi alam bu masalan. Nailah desak masalan, ismi alam bu masalan. Nala yanulun chiqqan masalan. Nailatun desa nima? Ismi alam bu. Ayolning ismi bu chog'da. Endi va illa deytamdi. Va illa fa ismu jinsin. Agar shunda nimadan chiqibdi? Agar shunda masdardan chiqibdi. Bilak masdar bilan yerilib chiqqan shu nima? Ism boshqa ma'noni bildiribdi. Lekin bu bir shaxsga, ma'lum bir shaxsga aylanmabdi, ha? Ma'lum bir shaxsga aylanmay, balki ma'lum bir shaxs ko'rsa, bir narsa bir ismni bildiribdi. Aslidagi masdardan boshqa bir ismni bildiribdi, lekin ismni bildirgan bilan ma'lum bir shaxsni bildirmabdi. Masalan, Zayd, Umar degandek ma'lum bir shaxsni bildirmabdi. Bo'lsa bu ismi jins deb ataladi. Masalan, Jabal. Anladın? Masalan, Jabal. Jabal desek tağ, ha? Jabal diye ismi cins mesela. Anladın? Jabal desek ismi cins. İsmi cins mesela insan. İnsan desek mesela nisyandan çıkan deydi. İnsanın nisyandan çıkan desek mesela. İnsan diyen isim nima qilmaydi? Ma'lum bir shaxsni ko'rsatmaydi. Butun insonni ko'rsatadi mesela. Bu ismi cins o'di mesela. Endi va huma deytamdi. Bu ismi alam bilan ismi cins. İsmi alam bilan ismi cins imma mushtaqqan. Ya bu masdardan mesela. Masdardan yerilib chiqdi deydi. İmma mushtaqqan. Masdardan yerilib chiqdi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek, masdardan yerilib chiqdi. Avla yoki g'ayri mushtaq bo'ldi. Endi masdardan yerilib chiqmaydi. Ya'ni ismi jamid bu turchadi. Masalan, Faras, Zayd degandek masalan, Zayd desek, Faras desek, ot masalan. Zayd degan ismlar masalan nimadan chiqmagan o? Bu anda binasidan masdardan chiqmagan. Balki endi ismi jamid, endi aslida qo'yilib qolgan ism. Aslida qo'yilib qolgan ismlar masalan. Anladın? Bunu biz gidip bitirdik. Summa andakin kullum minas sifati ve ismil cinsi in ulida bihil musamma bila qaydin fa mutlaqun. Endi bizga sifat, ismi cins, ismi alam degan tushunib bo'ldi, ham tushunib bo'ldik. Sifat degan nima, ismi alam degan nima, ismi cins degan nima tushunib bo'ldik. Endi bizga deydi. Yuqoridagi sifatlar, masalan, Hatim degandek, Hatim taytgan ismi. Hatim degandek
ismi cinslar mesela Cebel degandek mesela, ha? Cebel degandek ismi cinslar. Zeyd degandek. Nima Cebel degan ismi cinslar in urida bihi al musamma. Agar mesela abid desek mesela abid degandek mesela. Bu sıfat bilan ismi cinslar bilan yani musamma. Yani ma'lum musamma degan nima? İsim qo'yiladigan narsa. İsim qo'yiladigan narsa. İsim degan hammamizning zehnimizdagi uqum, zehnimizda uqum. Musamma degan isim qo'yilgan narsaga tashqaridagi nima? Amaliyat, bir narsa. Masalan, men Zeyd desam bir odamni, shu odamni o'zi musamma, Zeyd degan shu odamning ismi o'tir. Musamma. Ya'ni shunday musamma, ya'ni isim qo'yilgan narsa bila qaydin degan hech qanday qaydsiz iroda qilinsa mutlaq o'tir. Masalan, Jabal deb qo'ysam, Jabal deb qo'ysam, tog' desam masalan, bunga ya Igiz tog' ya Uhud tog'i ya u tog'i bu tog'i degan bir qayd yo'q. Tog' desam bu nima mutlaq bir ism o'tir. Va ma'ahu degan Jabal Uhud desam masalan, Uhud tog'i desam muqayyad. Jabal Uhud desam nima? Muqayyad o'tir. Masalan, muqayyad o'tir. Uni keyindan endi agar أو أشخاصه كلها إن أريد به المسمى yani şu atalgı isim qo'yilgan narsaning shaxslarining hammasi iroda qilinsa, anladın? Hammasi iroda qilinsa, masalan, nima o'tar bu chaqda? Fa'am ambud. Masalan, muslim desam, musulmon degan bo'laman, muslim desam, nimadan chiqqan? Bu bir sifat dedik, ma muslimga abaytni sifat dedik. Hamda muslimon desek, hamma musulmonlarning o'z ichiga otgan ma'ni chiqamda bu chaqda nima o'ta? Am deb ataladi. Aw ba'daha muayyanan. Yamdi bu nima bilan bu yerdagi ismi sifat yoki ismi jins bilan bu yerdagi sifat yoki ismi jins bilan endi hammasi iroda qilinmay muayyan, ya'ni ma'lum bir sig'inam nima iroda qilinsa bu ma'hud yani tunishli ism. Yoki muayyan holatda bir iroda qilinsa ma'hudutu, yani noma'lum holatda biri iroda qilinsa nakira bu, nakira yani tunishsiz ism, aniqsiz ism bu. Endi nakirani tushuntirib berdi. Va hiya ma wudi'a li shay'in la bi'ayni. Nakira degan ma'lum bir narsaga qo'yilgan. Ma'lum bir narsa nima? Nakira degan bir narsaga qo'yilgan narsa. Bir narsaga noma'lum narsa. Noma'lum bir narsa, lekin noma'lum. Ma'lum qilmayotgan bas noma'lum bir narsa. Masalan, rajulun desek, bir odam gapgan desek, bu Zayd axim bo'lishi mumkin, Umar axim bo'lishi mumkin, To'xta axim bo'lishi mumkin. Ya'ni bu shunday deb ataladi, nakira deb ataladi. Indal itlaqi lis-sami'. Ya'ni mutakallim so'zlovchi bu gapini ishlatgan chaqda lis-sami' degan shu nimaga? Anglovchiga nisbatan nakira deb ataladi. Madam mutakallim so'zlovchi bunda desa, men ra'aytu rajulan, men bir odamni ko'rdim desa so'zlovchi. Bu so'zlovchiga nisbatan nakira emas bu ism, ha? So'zlovchiga nisbatan nakira emas, bas tinchug'iga nisbatan nakira. Tinchug'i bilmaydi bir odam degan gapni. Lekin so'zlovchi biladi, uni kimni ko'rganligini bilishi mumkin so'zlovchi. Bir odam degan ismini demaslik tilga og'usi bo'lmasligi mumkin. Lekin shuni tinchug'iga nisbatan deb qo'ydi, lis-sami' deb qo'ygan. Indal itlaq deb qo'yishi, nimashqa indal itlaq ishlatgan chaqda degan gap, ya'ni indal vada emas. Bu gapni dastlabda tuzgan chaqda rajul degan gapni berdim. Söz tuzguvchilar kompyuterda masalan arablar rajul degan gapni odamga ma'lum, yani inson degan bir turga qo'ygan, inson deganniki bir turga, inson degani jins desak, rajul degan erkak degan bir turga qo'yilgan ism. Ma'lum, lekin bunda tunishsiz degan gaplar qat'a qilinmaydi. Til qo'yilgan chaqda, lekin biz ishlatgan chog'imizda, men bir odamni ko'rdim deb ishlatgan vaqtimizda, uni keyindan bu odam ya tunishli odam ya tunishsiz odam degan gap shu chaqda qat'a ilinadi. Shunga demak itloq degan ishlatgan chaqda degan gap shunda. Endi val ma'rifa degan ma wudi'a li muayyanin degan ma'lum bir narsaga qo'yilgan narsa. Gapni ishlatgan chaqda tinchug'iga nisbatan ma'lum, tinchug'iga qo'yiladigan, bilalaydigan
bir narsaga qo'yilgan tayinlangan so'z ma'rifa deb ataladi. Masalan, ar-rajul desek, ar-rajul heliq odam. Men heliq odam kelibdikan desam, biqinimda anglab turgan odam cho'qim buni heliq odam deganim men mutkallim so'zligichi men gap anglab turgan odamning meniki heliq odam degan odamimni tunuydiganligini bilaman. Shu sababli men ar-rajul deb keltirdim. Bo'lmasa ar-rajul demaydim. Ar-rajul heliq odam kelibdikan desam, anglag'uchi buni qoladi. Mana mushuni ma'rifa deb ataymiz. Deydi rahimahulloh. Endi bu yerda mana nima deb ta'rif qildi? Usul bo'yicha bir ta'rif qilib bo'ladi. Usul bo'yicha bizga shu birinchi taqsimni, uni keyin nahv bo'yicha, nahv qoidasi bo'yicha bir ta'rif qilib qo'ydi. Endi chunki men usul kitobini o'qigandim, cho'qim ilmi mantiq, ilmi nahv, ilmi balog'a hammani o'qib olgan bo'lish kerak. Men usul kitobini o'qimoqchi edim. Bo'lmasa, shu birinchi babda mundarrisda, ya'ni muqaddimasidan qattiq tushunamay. Shuning uchun Mavzusi rahimahulloh qandaqisi qilib bizga bir ta'riflab tushundirmoqchi. Ya anda şunun ya usul bo'yicha şunun usul qoidasi bo'yicha yoki nima qoidasi bo'yicha şunun shu nahv bo'yicha shuni deb tushundirmoqchi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.